Bugun oliy ta'lim muassasalari haqida gapiramiz. Institut, akademiya, universitet degan terminlar. Qaysi birida nufuz balandroq degan savol tug'iladi. Umuman olib qaraganda xalqaro tajribasi shuni ko'rsatadiki, har bitta o'sha aytib o'tilganlarning o'zining o'rni bor. Institut degani ichki boshqaruv uchun kadr tayyorlaydigan kichkinagina tashkilot nazarda tutiladi. Akademiya deganda akademik, ya'ni образовательный o'qish komponentini o'z ichiga olgan tashkilot hisoblanadi. Universitet degani universal degani. Universitet deganda bugun keng miqyorda tushunishimiz kerakki, institutdan, akademiyadan farqi universal kadrlar chiqaradi. Ya'ni bitta sohaga emas, institut yoki akademiya faqat tibbiyotda yoki faqat pedagogikada yoki faqat texnikada kadr tayyorlasa, universitet ichida pedagogika ham bor, tibbiyot ham bor, boshqa ham bor. Shuning uchun universal degan so'zdan kelib chiqqanligi uchun butun xalqaro tajribada, butun dunyoda universitet degan maqom yuqori hisoblanadi. Shuning uchun bizda ham universitet tashkil qilindi.